Eslab qol dedim, eslab qololmading. Senga dil bergan edim, nega meni aldading? Ko'zlarimdagi muhabbatimni bilmading. Senga dil bergan edim, nega meni aldading? Sen o'shasan-ku, hammadan yaqin o'zing bo'lasan-ku. Sen o'shasan-ku, hammadan yaqin o'zing bo'lasan-ku. Aldama, aldama, qiynaverma meni, sevgan edim bir seni. Aldama, aldama, ezaverma meni, yuragim olgan sen o'zing-ku. Aldama, aldama, qiynaverma meni, sevgan edim bir seni. Aldama, aldama, ezaverma meni, yuragim olgan sen o'zing-ku. Mayli endi yetar, sevgi hikoyasi tugadi bizlarni, sevgimiz qissasi. Davomi yo'q bizni, munosabat tugar. Kimni hayot qanday xalovat ko'rsatar. Ketolmaysan bilaman barchasini, kel unutamiz yomon gaplarni. Sen meni sevasan, men ham seni, kel asrab qolamiz tuyg'ularni. Meni aldama hech vaqt, hech qachon. Yuragim parcha-parcha bo'ladi, ishon. Kerakmas menga yolg'on. Sen o'shasan-ku, hammadan yaqin o'zing bo'lasan-ku. Sen o'shasan-ku, hammadan yaqin o'zing bo'lasan-ku. Eslab qol dedim, eslab qololmading. Senga dil bergan edim, nega meni aldading? Ko'zlarimdagi muhabbatimni bilmading. Senga dil bergan edim, nega meni aldading? Aldama, aldama, qiynaverma meni, sevgan edim bir seni. Aldama, aldama, ezaverma meni, yuragim olgan sen o'zing-ku. Aldama, aldama, qiynaverma meni, sevgan edim bir seni. Aldama, aldama, ezaverma meni, yuragim olgan sen o'zing-ku. Rahmat. Bravo, bravo. Nova jamoa, sizlarga premyera muborak bo'lsin. Judayam bir sokin, mana shu ob-havoga mos qo'shiq chiqdi va ijodiylar mana shunday yaxshi qo'shiqlar bilan davom ettiringlar. Meni bir savol qiziqtiradi. Bari ijodiy yo'nalish bor va hokazo. Endi bu ijodni yanada mustahkamlash uchun, uni yanada takomillashtirish uchun ko'proq guruh vakillari ko'rishib turish kerak. Birga ijodiy ishlar qilish kerak, yangi g'oyalar va hokazo. Sizda qandaydir bir repetisionniy baza bormi, o'sha yerda uchrashib yoki qandaydir cholg'ularga qiziqasizlarmi? Yanada qandaydir bir chiroyliroq, yanada bir effekt qo'shish uchun guruhga. Albatta. Kechadi o'zi jarayon. Har doim mana biz haftada har doim boramiz vokalga, raqsga, hammasini repetitsiya qilamiz. Har ko'rishganimizda qanaqadir yangi ideyalar va yangi stillar o'rganamiz. Va o'zimiz ustimizda ishlashdan to'xtamaymiz. Lekin to'g'ri bo'ladi, ba'zi payt kimdir vaqti bo'lmaydi, o'qish, ayniqsa imtihonlar hozir. O'shanga harakat qilamiz. Ahamiyatga ega o'qish eng birinchi o'rinda bo'lishi. To'g'ri. Yaxshi. Ko'plarni vaqti bo'lmaydi emas, asosan o'zini vaqti bo'lmaydi. Shunaqa. Lekin aytib o'tganidek shu, biz kamida bir haftada 5 marta ko'rishamiz. Qayerda ko'rishasizlar? Ijaraga joy olganmisizlar yoki kimdir xonadonidami? Ofisinglar bor. Vau. Zo'r, yaxshi. Ofisimiz bor, deymi? Yaxshi, zo'r. Jahongir hozir bizni bir jamoa tomosha qilayotgan ekan. Aynan Bobojonov Xayrullaning tug'ilgan kuni ekan bugun va ko'pchilik sinfdosh do'stlar yig'ilishibdi. Demak, hurmatli